Tayyormi? Bugun bitta chiroyli ovqat qilib qo'ygan, qarindoshlarim keladi obedga. Ha, qani kelishorsin-chi? Xotin, nima bo'ldi? Ovqating tayyormi? Hozir qarindoshlar kelishyapti. Yo'q, hech narsa qilmadim. Aqling joyidami sani? Senga nima degandim men? Kechagi ovqat bo'shan yeb ketishoradi. Ular sizni qarindoshlaringizni to'g'ri tushunishadi. Nimaga bir og'iz aytmading ovqat qilish niyating yo'qligini? Men ko'chadan biror narsa olib kelardim. Telefon qilib ayting, bugun kelmay qo'yishorsin. Men ular cho'risimanmi? Hozir. Qizim, kuyov. Iye, dada, aka, nimaga bir og'iz aytmadilaring kelishlaring?